Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Botir Qodirov Zohirshoh Jo'rayevni sudga berdi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Botir Qodirov Zohirshoh Jo'rayevni sudga berdi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Manbaga ko'ra 23 aprel kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudida otalikni belgilash bo'yicha Botir Qodirovning da'vo arizasi asosida sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudni fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudi sudyasi Lola O'tamboyeva ko'rib chiqdi. Bildirilishicha, mazkur ishni ko'rib 15 aprel kuniga tayinlangan. Biroq javobgar vakili ish bilan tanishish uchun ishni ko'rishga boshqa kunga qoldirishni so'ragani sababli u bugun ko'rib chiqilgan. Sud majlisiga da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillarni talab qilib olish uchun ishni ko'rish 2 mayga qoldirilgan. Da'vo arizasiga